keyingi yil 9-hijriy sanada Abu Bakr roziyallohu anhu kelib odamlarga haj qilib bergan. Keyingi yil 10-hijriy sanada payg'ambarimiz hajga chiqarkan degan xabar tarqalgan. Atrofdan islomga kirgan qabilalar, musulmonlar payg'ambarimiz bilan haj chiqishlik maqsadda Madinaga kelish boshlangan. Xo'p, haj hadisi bor. Imom Muslim rivoyat qilgan. Jabir roziyallohu anhu eng uzun hadislardan hisoblanadi. Mana shu hadisda Jabir roziyallohu anhu aytadi, Madinaga kelgan hojilar aytadiki, shuna karvon odam ko'paydiki, 10 tomoningizga qarasangiz, chap tomoningizga qarasangiz, oldingiz, orqangiz odam ko'zi ko'rinadigan darajada, shuna darajada ko'p odam to'plangan. Va so'yishlar borki, hozir hajda 3 turi bor. Bittasi ifrot, ya'ni hajni o'zini qilishlik, ikkinchisi tamattu. Umra niyat qilib kelasiz, lekin qo'ysiz kelasiz. Shu yerga kelib qo'y so'yasiz, ya'ni Makka dan olib. Buni tamattu deydi. Qiron degani qo'yingizni, o'sha so'yilgan tuyingiz bo'lsin, qo'y bo'lsin, uni o'zingizdan yetkazib kelasiz. Uni qiron deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qironni qilganlar. Savol: Payg'ambarimiz nechta qo'y so'ygan deb o'ylaysizlar yoki tuya? Kim biladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiron nimasini qilganlar. Nechta qurbonlik qilgan deb o'ylaysizlar? Biladigan odam bormi? Bor bo'lsa savolga nima bor? Mukofot. Kim 100 ta? Endi hoji aka ertalab so'ragan edilar, bu yer xabar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 100 ta qo'y olib kelgan. Tuya olib kelganlar. Va qurbonlik kuni o'z qo'llari bilan 63 ta, chunki yoshlari 63 bo'lganlar, 63 ta tuyani so'yganlar. Tuyani so'yishlik tartibi boshqacha. Qo'yda yotkizib so'yiladi, tuyani bo'yniga xanjar bilan uriladi. Tartibi shunaqa. Shuna qilib o'z qo'llari bilan 63 tani so'yganlar, nahr qilganlar, qolgan adadni Ali roziyallohu anhu yetkazganlar. Demak, va buni o'sha jazorlarga, ya'ni qassoblarga buyurib, hammasini o'sha kelgan nimalarga, hojilarga tarqatilishlikda aytganlar. Xo'p, endi haj tartiblariga kelsak, qayta takrorlaymiz, rozi bo'lasizlar, chunki bu bir yilda bir marta muayyan bir vaqtda qilinadigan amal. Buni umraga o'xshab qayta qila olmaymiz. Aytilgan vaqtlar bor, shularga qilinadi. Undan keyin o'tkazsa ketdi. Masalan, hozir Mino har doim ziyoratga chiqqanda ko'rasizlar, aytiladi 3 kun turiladi. Mana shu Mino vodiysi 3 kun uchun, Arafa bir kunduz uchun, Muzdalifa bir kecha uchun. Faqat boshqa vaqtda hozir borib turib, mukammal ashjolar tursiz, haj emas. Chunki shariatga to'g'ri kimga eshitmayotgan bo'lasiz. Ayyaman ma'lumat degan Alloh taolo. Ma'lum qilingan kunlar. Undan boshqa kunda qilsa bo'lmaydi. Bugundan mana inshaalloh 8-kecha chiqish boshlanadi. Endi nima uchun erta chiqaryapti? U tartib bo'yicha, ya'ni ko'ryapsizlar. Ya'ni 2 million odamni u joyga kirgizib, sig'dirish o'ziga yarasha tartib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8-kuni bomdoddan keyin chiqqanlar. Borib u joyda, ya'ni Minoda peshin asrni, shom xuftonni o'qiganlar, o'z vaqtida qasr qilib. O'z vaqtida qasr qilib o'qiganlar va tunaganlar. Va bu amal ertaga chiqadigan kunimiz sunnatmi, farzmi? Sunnat. Bu sunnatni faqatgina ertaga qilsa bo'ladi. Demak, mana shu payg'ambarimizdan kelgan sunnat amallar bor, bu to'g'risida kitoblar kelgan. Payg'ambarimizdan kelgan 1000 ta sunnat. Demak, ertaga yawmul tarbiya kuni borib, o'sha joyda tunashlik, o'sha 1000 ta sunnatlardan biri va buni bir yilda bir marta qilsa bo'ladi. Boshqa buni qilsa bo'lmaydi. Biz olimlarimiz, oldinga o'tgan obidlarimiz shundan nima bo'lganki, payg'ambarimizni hamma sunnatini qilishga harakat qilgan. Xususan Ibn Umar roziyallohu anhu. Shunday darajada ergashganlarki, hattoki payg'ambarimiz qaysi daraxt tagiga borib 2 rakat namoz o'qigan bo'lsa, o'sha tagiga borib 2 rakat namoz o'qigan. Kirishda masalan bir sunnatlar bor.
ko'pchilik xabari bormi yo'q, Makkaga kelganda bitta cho'milishlik sunnat. Umra uchun yoki haj uchun kelgan odam. Masalan, shunaqa sunnatlarni qidirib qilishimiz kerak. Bizda muammo shuki, mana mendan so'rasa, bu amal farzmi, vojibmi, sunnatmi deydi. Sunnat desa, ha demak qilmasam bo'lar ekan deydi. Afsus. Nagorat sunnat bo'lsa qilish kerak. Illo bir jazosi bo'lishi kerak-yu, qilmasa bir qo'y so'yish kerak, qilish kerak. Yo'q, unaqa emas. Odam sunnatlar, haj sunnati, hozir inshaalloh bir kitob bor, chop etdik. Shu istomonda Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhab bo'yicha asosan fiqh bo'yicha yozilgan nima haj nimasi eng yaxshiligi savol-javobli kitob. Savol va javob. Shu kitobda inshaalloh nima qilamiz? Shunda farzlari bor, vojiblari bor, sunnatlar bor, hammasi yozilgan. Farz, hajni farz amallari bor, uni o'zingiz shaxsan qilishingiz kerak. Agar uni qilmasangiz, bo'yningizdan soqit bo'lmaydi. 10 ta qo'ysin. Vojib amallar bor, vojiblari. Ularni qilmasangiz, bitta qo'y bilan ham nima yetsa bo'ladi. Sunnatlar bor, ixtiyor. Savobni umid qilsangiz, haj kunlaridagi bo'lgan sunnatlar qilsangiz bo'ladi. Masalan, misol Minoda tunashlik. Toshni Muzdalifadan terishlik. Masalan, tavofda o'ng qo'lni ochishlik, boshda 3 marta yugurganga o'xshab yurishlik. Bu sunnatlar. Qo'ldan kelsa qilinadi. Qilmasa zarar yo'q. Shunga o'xshash. Xo'p, Arafa nimasiga kelgan edik. Minodan Arafaga o'tishlik. Xo'p, endi tartibni yana takror bo'lishni nima qilamiz? Ertaga 8-kuni boriladi. Peshin, asr, shom, xufton o'z vaqtida qasr qilib o'qilinadi. Biz payg'ambarimizdan qanday haj kelgan bo'lsa tartibni qilishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Xudu anni manasikakum. Mendan qanday haj qilishni ko'rib qilinglar degan. Biz o'zimizdan ijtihod qilib nima qilmaymiz. Nimaga men bu narsani aytyapman? Ba'zida bilib bilmasdan, o'qimagan, eshitmagan bo'ladi, borib to'liq namozni o'qiydi. Bu sunnatga xilof. 4 rakat qilib o'qisangiz, namozingiz inshaalloh qabul, lekin sunnatga xilof ish qilgan. Peshin, asr, shom, xufton, ya'ni peshin, asr, xuftonda qasr qilib 2 rakat qilib o'qilinadi. O'z vaqtida, jamlamasdan. Keyingi ertasi kuni Arafani, ya'ni toni ertalabkida bomdodni o'qib ketilinadi. Arafotga borib, peshin, asrda jam'a taqdim, ya'ni peshinga qo'shib jamlanadi. Bu bilasizlar, biz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabida jamlashuv. Faqat Arafot bilan Muzdalifada namoz jamlanadi. Qolgan mazhablar safarda jamlaydi, lekin bizning mazhabda faqat jamlashlik qayerda? Arafot bilan Muzdalifa. Mana shu joyda inshaalloh peshin bilan asr jamlaymiz. Keyin quyosh botgungacha duo, zikr. Eng afzal zikr, shu joyda qaysi zikr aytishlik? Payg'ambarimizdan so'ralganda aytganlar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika. Hammamiz yoddan bilamiz. La ilaha illalloh vahdahu la sharika, lahul mulk va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Necha marta aytish kerak? Ochiq. Saraflardan keladi. Kimdir 100 martadan ko'p aytdim deydi. Kimdir 1000 tadan ko'p, kimdir 10 000 tadan ko'p aytdi. Bu qancha ko'p zikr Alloh taolo aytgan. Fadkuruni yadkurkum. Meni eslanglar, eslayman. Demak, Allohni qancha ko'p eslasangiz, Allohga shuncha yaqin bo'lasiz. Endi u joydan kelib, yana dunyo ishlari yoki hajdek bo'lgan muammo, undan oldin, undan keyin yoki ketish masalasi yoki ovqat shunaqa bilan band bo'lib o'tiriladi, afsus. Arafa kuni peshindan kelgan uchoq Xitoyga oz nima duo qilinadigan paytda qayerda gaplar? Bu noto'g'ri. Yetkazishlik. Ya'ni chunki al-hajj Arafa. Arafa hajdir. Va Alloh taolo hadisda kelgan farishtalar to'plab, buni bandalar nimaga to'plandi deb aytadi. Alloh taolo faxrlanadi. Demak, Alloh taolo bilan faxrlanadigan darajada turishimiz kerak. Zikr qilib va kiyimsiz,
ya'ni bu kafanga o'xshab shuna nima holatda turib Allohga ya'ni o'zimizni ya'ni oson man hajja falam yarfus va lam yafsuq raja'a ka yawm waladatuhu shu hadis qayta aytyapmiz. Shunga harakat qilib qolishimiz kerak. Mana 4 kunning ichida 4 kun o'zimiz sabr qilib, o'zimiz tutib olaylik, inshaalloh xuddi tug'ilgan chaqaloqdek qaytib kelishimiz mumkin. 8, 9, 10, 11, 12. Qiyin narsa bormi 4 kun? 4 kun sabr qilib aytilganda ibodat qilaylik. Qanday qaytamiz? Chaqaloqdek. Illo bitta narsa kechirilmaydi. Bu hammaga nima? Qarz. Odamlar bilan bo'lgan muomala. Qolgan hamma gunohlarni kechirish mumkin. Qanday ya'ni hayotda qilingan odam, ya'ni Alloh bilan oramizdagi Alloh taolo qaytargan gunohlar bor, hammasi kechiriladi. Faqatgina lekin bilib qo'yinglar, bir narsa kechirilib qarz. Shunga qarz bor bo'lgan odamlar hajga kelgan bo'lsa, bilasizlar, qarz bor odamga haj farz bo'lmaydi. Illo o'sha odam rozi bo'lsa, vaqti kelgan bo'lsa. Lekin kimdir endi masala kelib bo'lganda, mavridi bo'lganda aytib qo'yapman. Sizni 1 yildan keyin berishingiz kerak bo'lgan qarzingiz bor. Bu yerga keldingiz, 1 yilgacha vaqtingiz bor, undan so'ramaysiz. Ya'ni pulingiz vaqti kelmadi. Lekin beradigan vaqtingiz keldi yoki vaqti kelib o'tib ketgan. Nima qilishingiz kerak? O'sha qarz egasidan bir qator so'rab qo'yishingiz kerak. Agar mayli borib kelayotgan muddat qo'shib beraman desa, bo'laveradi. Yo'q, qo'shib bermayman desa, bu hajizga zarar bo'lmaydi, lekin o'sha odam bilan orangizda bo'lgan muomalaga gunoh bo'ladi. Vaqtida bermayotganingiz uchun qodir. Shunga agar katta qarzi bor bo'lgan odamlar, ozmi ko'pmi, o'sha egalaridan bir qator nima qilib qo'yilsa yaxshi. Mana shu haj mukammal va to'liq gunohsiz o'tishligi uchun. 9-kuni aytganimizdek pesh bilan asr o'qilib, quyosh botgandan keyin Muzdalifaga qarab yuriladi. Quyosh botmasdan turishga ketsa nima bo'ladi? Haj buziladi. Xo'p, Mino, Arafat, Muzdalifa hammasi chegara qilingan mintaqalar, o'sha hudud ichida bo'lishimiz kerak. O'sha hududlar. Kimdir Arafat oldiga borib turdi, Arafa emas. Yoki Mino bo'lsa, yoki Muzdalifa bo'lsa. O'sha bu chegaralar kim chegaralar? Jabroil alayhissalom. Ibrohim alayhissalom birinchi marta hajga chaqirganlarida kelib Jabroil alayhissalom har bir joyni ko'rsatdi. Ya'ni Alloh taolaning amri bilan. Bu birorta bir olimlar yoki birortasini belgilagan emas, buni Alloh taolo Jabroil alayhissalom orqali belgilagan. Ana shu joylar ichida bo'lgan. Alhamdulillah, hozir tartib bo'yicha hamma narsa bo'lgan. Oldingilar uchun bu narsalar qiyin bo'lgan, birodarlar. Nima uchun? Oldingilar shunday kelib turib, kim birinchi kelsa joyini olib tushib ketavergan. Ko'chma, ya'ni masalan oldin safar qilinganda chodiri bilan bir joyga tushib nima qilinganda, Mina Arafat tartibi ham shunday bo'lgan. Tuyalarda kelingan, Makkaga tushirilgan, keyin Minoga chiqilingan, chodirlar tutilgan, qo'yilgan. Shuna bo'lib Arafat, Muzdalifa shuna tartib bo'lgan. Endi hozir hamma narsa qilib qo'yilgan, o'z raqam, o'z o'rin bor, kiriladi. Hammasi chegaraning ichida. Davlat o'zi ko'rgan bo'lsanglar, alomatlar qilib chiqqan tepaga Arafat deb, bu tomonni chodir, bu tomon qarasangiz bo'shlik bo'ladi. Xo'p, keyin quyosh botgandan keyin nima qilinadi? Muzdalifaga borib, shomni xuftonga jamlab o'qilinadi. Jam' ta'xir. Arafatda shom o'qilmaydi. Agar Arafatda shom bo'lish bilan o'qib olsa, bu sunnatga xilof ish qilingan bo'ladi. Demak, nima qilish kerak? Muzdalifaga borib, shomni xuftonga jamlab, soat 9 bo'lib ketadi, 10 bo'lib ketadimi? Shomda nima qilamiz? Jamlaymiz. Yana vaqt ketyapti-yu, quyosh botib deb turib, Arafatda o'qolmaylar, sunnatga xilof ish qilgan bo'lasiz. Bizning mazhabda jamlashlik bor. Yana qayta aytyapman. Ikkita namoz, ikkita nimada jamlanadi. Qayerda? Arafatda peshin bilan asr, Muzdalifada shom bilan xufton. Keyin bilasizlar, uxlashlik muboh narsa. To'g'rimi? Muboh. Bitta niyat qilsangiz, nima? Ya'ni agar ibodatga kuch bo'lishligi uchun niyat qilsangiz, inshaalloh savob bo'ladi. Lekin bitta uxlashlik bor bir kechada, uni qilishingiz bilan sunnat qilganman. U qaysi uyqu?
Muzdalifada uxlashlik. Tasavvur qiling, Muzdalifaga kelib, boshingizni qo'yib uxlashligi sunnat. Subhanalloh. Bir yil ichida shuncha uxlaymiz, muvofiq bo'ladi. Lekin Muzdalifa kechasida uxlashlik sunnat. Va bomdodgacha turib, bomdodni o'qib, kun yorishganda, ya'ni quyosh chiqib hali yorishganda ketishlik bu sunnatga muvofiq bo'ladi. Yosh kattalar, qariyalar, ayollar Muzdalifani kechasida yarim kechani o'tgandan keyin kechsa bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat berganlar. Yosh kattalar nimadan. Lekin o'zlari bomdodni o'qib keyin ketganlar. Xo'p. Muzdalifada tosh terishlik sunnat. Nechta tosh teriladi birodarlar? Birinchi kuni 7 ta. 49 dan 70 dan. 48 ta aytganlar 3 kun turadi, 2 kun turadiganlarga o'xshayapti. 3 kun mukammal turaman deganlar 70 ta keladi. Nimaga? Birinchi kuni 7 ta tosh otiladi, bilasizlar. Birinchi Jamaratul Kubro. 3 ta nima? Bizda hozir letirda shayton tosh otish deyiladi. To'g'ri. طيب خلاص وصلنا الى جمرات بقي القليل. ابشر birodarlar ham shuni nima qilishmoqchi ekan, tezlashtiramiz. Xo'p, Tosh otishda. birinchi kuni 7 ta tosh otiladi. Keyin 2 kun turib tosh otish kerak. 21 ta 22 ta. 42 ta 49 ta bo'ldi, 7 tani qo'ysak. Xo'p. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi." Kim 2 kun tursa, unga kelib tosh otib ketsa, unga gunoh yo'q. "Wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa." Kim taqvo qilib turib 3 kun turadigan bo'lsa, u afzal. Demak, hayitdan keyin 2 kun turishimiz kerak, kamida. 2 kun turish kerak. Lekin 3 kun turgan odam kim? Limani taqo, taqvodorlar. Chunki odam ketgisi keladi. Gazetasiga kirib, palatgandan ko'ra gazetada yotishni yumshoq. Lekin kim xohlasa 3 kun tursa bo'ladi. Va bu afzal. Demak, kimdir 3 kun turishni niyat qilsa, 70 ta tosh terishi. Lekin birodarlar, u asha joydan tosh terishligimiz sunnat. Iloji bo'lsa. Agar u yerdan tera olmay qoldingiz, esingizdan chiqib qoldi yoki yo'qotib qo'ydingiz, minodan olib olasiz. Ya'ni minodan ham tersa bo'linadi. Agar bu joyda terishlik imkoniyati bo'lmasa. Xo'p, hayit kuni boriladi. Birinchi qilinadigan ish tosh otish. Xo'p, tosh otish muddati qachongacha? Peshingacha, sunnatga muvofiq. Ya'ni peshin bo'lgungacha toshni otib olsangiz, sunnatga muvofiq qilgan ish bo'ladi. Peshindan kech qolsangiz mumkin, lekin sunnat qilmagansiz. Demak, sunnatlardan biri peshingacha tosh otib olish. Ashqini yetib. Tosh otiladi, soch olinadi, qurbonlik qilib, biz mazhab bo'yicha qurbonlik qiling, albatta o'zimiz shaxsan qila olmaymiz. Kimdir tavkil qilingan bo'ladi. Xabar kelgandan keyin ihromdan chiqiladi. Boshqa uchala mazhabda ikkita amal bilan chiqitiladi. Tosh otish, sochni olib amaldan chiqsin bo'ladi. Lekin biz mazhabda 3 ta amal qilish kerak. Tosh otish, qayta yana nima bo'lishi kerak? Sochini olish va qurbonlik qilish. Shundan keyin nimaga chiqiladi? Xo'p, ana shu kuni borib tavof, ya'ni hajni tavofini qilishlik sunnat. Iloji bo'lsa. Bo'lmasa, hayit kunlari 2-3 turda qilinsa yaxshi bo'ladi. Nima, ya'ni sunnat qilingan bo'ladi. Unda ham imkoniyat bo'lmasa, undan keyin qilsa ham bo'laveradi. Lekin sunnat qilmagan bo'ladi. Bo'ynidan soqit bo'ladi. Xo'p, 2 kun turiladi. 3 kun afzali. Ikkinchi, 3-chi kunlar asha 21 tadan tosh otiladi. Xo'p, Minoda tunashlik aytilindi, vojib deyildi. Ba'zilar sunnat deydi, bu marjuh qavl, ya'ni bu dalilga to'g'ri kelmaydi, chunki Qur'onda Alloh taolo aytib turibdi. Nima qilinadi? Siz tavofga keldingiz. Qaytib kelish shuni hisobga olishingiz kerakki, Mino kechasi yarimidan ko'pi Minoning ichida bo'lishi kerak. Demak, Makkaga
tavofga kelgan odam tez qaytib, yarim kechadan o'tmasdan turib borib olish kerak. Yoki Minoda yarim kechagacha turib, chiqib yerga kelib tavofini qilib, qaytib toshni otib qaytib ketsa bo'ladi. Chunki 2-3 kunlar tosh otish qaysi vaqt boshlanadi? Peshindan. Zamondan, maşallah. Peshin, ya'ni 5 minut 15 minut qolganda tosh otish boshlanadi. Shuna tartibda. Hop, 2 kun bo'lganda toshni otib chiqib ketsa, Mino chegarasida nima bo'ladi? Lekin chiqmasdan turib qolib ketsa, 3-kunni tunashlik vojib bo'ladi. Ya'ni 2 kun o'tgandan keyin chiqib ketadigan odam quyosh botmasdan turib ketish kerak. Lekin imkoniyati bo'lmadi, o'zi qolgisi keldi. Qolgandan keyin shomdan keyin chiqsa bo'lmaydi. 3-kunni yana tunash kerak bo'ladi. Toshni otish kerak bo'ladi. Shu bilan haj amallari bitadi. Tavof bilan albatta sa'i ashkurlar ichida qilish kerak. Eng oxirgi amal bor, u xayrlash tavofi, uni ketayotgan kuni qilinadi. Nimaga? Shuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ij'al akhir ahdikum bil ayn." Oxirgi nimalar? هذه كلها خليها بأيام يوم أيام التسريح خليها جلسة ثانية. لأن ما في وقت الآن، المفروض تكتفي بعرفات وما حولها، وأيام يوم التسريح في المخيم طيبة لأن الوقت ضيق. بارك الله. جزاك الله خير. Alloh rozi bo'lsin, birodarlarim va kishilarga. Bu kitob bor, tarqatamiz inshaalloh haj to'g'risida.